Amerikalik jangchi atigi 35 soniyada afsonaviy Fyodor Emelianenko'ni mag'lub etdi. Butun Rossiya shokka tushdi. Fyodorga qarab yurak ezilmasdan bo'lmasdi. Eng achinarlisi, rematch jangida ham Bayder yana nokaut bilan g'alaba qozondi va bu afsonaning eng oxirgi jangi edi. Bu manzarani Fyodorning shogirdi Vadim Nemkov kuzatib turardi. Aynan u murabbiyning mag'lubiyatini ko'tara olmadi va Bayderga qarshi ringga chiqdi. Bu jang shunchaki sport emasdi, bu shaxsiy hisob-kitob edi. Tashqi ko'rinishidan Bayder kuchliroq edi. Bu ajablanarli emas, axir u Fyodorni ezg'ilab tashlagan, ammo bu Vadimga to'siq bo'la olmadi. U raqibini asta-sekin, lekin go'zallik bilan sindira boshladi. Bayder ba'zi pallalarda kuchli zarbalar bilan portlab chiqdi, lekin bu harakat ishonchli emasdi. Amerikalik buldozer o'zining yovvoyi raqibiga qarshi hech nima qila olmadi. U yakuniy raundlarda oyoqqa o'tishga harakat qildi. Qisqa muddatda bu ish berdi, ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Nemkov tik turib oldi va haykik bilan Bayderni yerga tushirdi va uni shafqatsiz tarzda yakunladi. Do'stlar, kanalimizga Fyodor Emelianenko'ning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.